Prezidentimizning 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va yana bir qator sohaga oid hujjatlar ijrosi yuzasidan hududlarda samarali ishlar tashkil etish belgilangan. Shunga asosan Bo'ka tumanining Olis Samarqand mahallasida kambag'allikni qisqartirish, aholi daromadini oshirish va bandligini ta'minlash bo'yicha amaliy seminar o'tkazildi. Jarayonlar haqida muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova so'z yuritadi. Bo'ka tumanining Samarqand mahallasida ishsizlik, ijtimoiy muammolar yig'ilib qolgan va hudud og'ir toifadagi mahallalar ro'yxatga kiritilgan. Mana shu narsani mahalla qilmasa, hamma narsa to'xtatiladi. Bahor mavsumida aholining tomorqasidan unumli foydalanishi, hududga biriktirilgan lider tadbirkor tavsiyasi bilan tomorqalarda kamida 3 marta sabzavot yetishtirish yo'li taklif etildi. Bunga imkon yaratish uchun avvalo 1,5 kilometr sug'orish tarmog'i yaxshilanganini aytdi mas'ullar. Prezidentimizning qarorlari bilan ushbu mahallaga, demak, 500 million so'mdan oshiq mablag' ajratilib, aynan tomorqasi uchun tomorqani suv bilan ta'minlash ishlari hozir boshlab yuborildi. Har bir mahallaga turli mevali va manzarali ko'chat, o'simlik urug'lari, tomorqada ishlatiladigan asbob-uskunalar, mineral o'g'itlar ortilgan 5 tadan Damas avtomobillar kirib bordi. Turdiali aka nogironlik nafaqasiga chiqqan, sog'ligida muammo bo'lsa-da, dehqonchilikda uncha og'ir bo'lmagan yumushga yaraydi. Shu paytgacha issiqxona tashkil etish istagi bo'lsa-da, pulim yetmaydi deb o'ziga chegara qo'ygan edi. Yerim o'zi 9 sut haydatib, tanish-bilishga aytaman traktorchilarga. Shu bishonsalarga hal qilib bir mana qilib ekolamiz. Urug'ni olib kelaman, shu mahalla bilan gaplashib, o'zimizning shu kam xarajatlarni va kam foizli kreditlarimizni olib, xudo shuncha sharoit yaratib beradi. Endi o'zimizga shuni qilmasak ham yana bo'lmaydi, o'zimiz qilish kerak o'shani. Viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Otabek Tursunov o'zi bilan birga kelgan banklar, agrar soha mutaxassislari taklif etgan qulayliklarni so'zlab berdi. Gulzor ko'chasida yashovchi Otabek aka taksi xizmati bilan kun ko'radi, ammo tomorqadan ham qo'shimcha daromad olishiga imkon yetarli. Ikki Otabek akaning suhbati natijasi bo'lmadi. Tomorqa egasi yerdan unumli foydalanish rejasini tuzdi. Viloyat hokimi o'rinbosari boshchiligidagi mas'ullar ko'cha tekish orqali namuna ko'rsatib, tomorqa madaniyatini targ'ib qilishdi. Ko'pchilikda ishonchsizlik paydo bo'lgan. Sababi nima? Suv kelmaydi. Ekin endi bo'lgan paytda suv bo'lmaydi, nobud bo'lib qoladi deb to'xtab qolgan. Shaxsan mana hamma rahbarlarni olib kelib, odamlarni ishontirish. Bo'ldi, ekinglar. Mana mutaxassis, mana pul, mana kredit yoki mana yana boshqa imkoniyat. Mana lider tadbirkor sotib oladigan, bu yog'ini ekinglar, suv kelishiga mana biz kafil deb shu narsani, ya'ni quruvchilarni ham olib kelib ishga tushirib, shuni tushuntirib ketyapmiz. Elimizning to'qchiligi, bozorlar obodligi degani, daromadimiz oshishi ham bir tomondan tomorqadan qanday foydalanishimizga bog'liq. Quvonarlisi bu kabi tashabbuslar tufayli ko'plab odamlar hayoti yaxshilanmoqda. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Ermekbayev, Zohidjon Mamosoliyev, Toshkent viloyatidan.